Shaharning eng qaynag'an nuqtasi. Qarang, bu tarafda kunna tunnel tarafga chiqib ketasiz. Bu yerda bo'lsa Xazaristonga Medkollej. Bellarni ko'pchilik yaxshi biladi, yaxshi ko'radi. Bozor bir odamda. Hamma yer dom. Qarang, bunda 3 qavatli zdaniya. O'zini adini parkovkalar ham bor, devorlarning travertinlar ham chiroyli qilib bo'lgan. Bu yana alohida fon. Bu tarafi alohida fon. Bu yana eshikdan girasiz. 3-etajda 2 xonali. Narxi 520 million so'm pul. Hamma joy Atanchentodan chiqqan. Necha kvadrat deysizmi? 70 metr kvadrat. Shuni bir qator sabzorcha qilib beraman. Bir ko'ring, balkim siz bop narsadir. Podizam akkuratni remont etilgan, qarang. Katta olingan, normalniy taxtalarni deydi. Ulaşması uchun. Her etajda 1, 2, 3 tane uy bor. Men sizga satchak uyimni eshiklar ham o'zgachasidan qo'yilgan. Bismillah. Uyga kirgan yerda hamma aytaman-ku, manik bo'lsa zo'r. Qarang, kiraverish eshik. Bu yoqda poni koridor chalingan. Bu yerda poni garderob etib foydalansangiz bo'ladi. Manik qo'yilgan. Bu yoqdan aylantirib, getib, shkaf o'tasiz zo'rindan. Patologlar natijno ishlatilgan, devorlar lekin hammasini akkurat netib atachim turilgan. Bersal qarangi, svet yo'q ekan, bu yoqlarni yoqtiligidan o'zingiz uyni hamma yerdan bir xil atachim turilganini bir mazza qilib berasiz dedi-ku. Bu yerda kengina koridor bor. Bu yerni hol desangiz ham bo'laveradi. Bu tarafda sanuzul. Eshiklarimiz ham hammasidan bir xil ukrainskiy eshiklar qo'yilgan, fabrichniy. Sanuzulga qarang. Poldan to patologgacha kafe. Ariston, vanna kattagina. Hamma sharoit bor. Даже bu ilgichlardan qisdirilgan. Registr bilan qizdiriladi va bu yerda sizni oshxonangiz uy zamonaviy kotel bilan qizdiriladi. Fartuqdan ham zaposi bilan qo'yib tashlaganlar. Endi mebellar yetadi. Qarang, bu yerga kuxulnik qo'ysangiz, bu tarafiga bir uголок qo'yib, bemalol o'tirib kuxulning o'zida yeb ichsangiz bo'ladi. Oyoq tiklari laminat. Chiroylisindan qilingan. Shuni kengligi o'zini dimyoq tilagan. Bu yerda spalni. Spalni normal kattalikda. Spalniyada bemalol foydalansangiz bo'ladi. Bu ham to'liq atachim to'qirilgan, lyustralari qisdirilgan. Bu yerda esa zal. Ishonib, korpus uchun kattagina zal. Zal desa zaldagi deyildi-ku. Zo'rindan lyustralar ham qisdirilgan. Devorda atachim to'lari qarang. Oddiy atachim emas, chisti naqshda ishlab berilgan. Nima bo'lasiz? Narxini arziydimi? Albatta kommentariyada fikringizni yozib keting.